Ya'ni hozir bo'layotgan payt. Bilamiz o'zbek tilida hozirgi zamonda gapirilayotgan paytda bajarilayotgan ish harakatni bildirsa hozirgi zamon deyiladi. Bu fors tilidagi hozirgi kelasi zamonning birinchi ma'nosi xuddi shu. Ya'ni gapirilayotgan, so'zlanayotgan davrda o'sha harakat bajaradi. Masalan, deylik qo'rayib qo'yayotgan bo'lsa, holodan hayot baxt biyoyat bo'ladi. Masalan, hozir hovlida qor yog'yapti. Bu gapirilayotgan paytda bo'layotganligini bildiradi. Bu birinchi ishi. Xo'sh, ikkinchi ma'nosi esa ish harakatining umuman doimiy bo'lib turishini aytadi. Masalan, shudanga o'xshab shu chiqadi, bittasida shu bo'ladi. Hop, didan fe'lida bin, kamdan fe'lida kun, shusdan fe'lida shu, zadan fe'lida zan chiqadi. Pushidan fe'l, ya'ni bu kiymoq fe'lida push chiqadi, qo'ldan ya'ni yemoq fe'lida hamda yana bir tarafi bor, buni prefiksli hamda qo'shma fe'llar ham mavjud bo'lib, bularda kol mikonam, man kol mikonam, tu kol mikonim, u kol mikonam, mo kol mikonim, shuma kol mikonim hamda onho kol mikonam bo'ladi. Arab tilida ham zamon ikkita ko'rinishga ega, to'g'rimi? Hozirgi o'tgan zamon va hozirgi kelasi zamon shakllari bo'lib hisoblanadi. Shunda men keldim, men kelyapman va men kelaman qanaqa bo'ladi desa, forsiyda o'tgan zamonda men keldim, man omadan bo'ladi. Hozirgi zamondagi kelyapman va kelasi zamondagi kelaman bitta bo'ladi. Bu man mi oyam bo'ladi. Amalarga kirib kelayotgan shu yil oxirida bo'lsa hamki salgina bizada hozir masalan bayram kayfiyati bor, salgina charchoqlar bor. Shunga qaramasdan ham baribir ustozlaringiz o'z kasbini fidoyisi shunaqa vaziyatlarga ta'kidlab o'tamizki, ya'ni ish bilganga bir tanga, til bilganga 1000 tanga. Agar tilni bilsangiz, hech qanday yukingiz yerga qolmaydi. Xohlang Makka Mukarramaga boring, Madina Munawvaradan, bu yerda mana shu til, ikkita til asosan nihoyatda shu so'zliklarga asqotadigan, hayotda umuman olganda she'riyat bobida bu teng keladigan til yo'q.